Qo'chqani 1000 koy salaman, qo'sti 5000 koy alim degan Alijon men shu. Lekin o faoliyat 50 kishilik bilan oyoqlashdi. Manda ashunda degan. Lekin 50 tal qo'y tugab qoldi. Qo'chqani 1000 koy salida, qo's yarmaga qolsa 5000 koy olaman degan gapniki shartidan tat zopini to'liq bersang bo'layotganlar. An nurg'un asha kallandan o'tmagan qatmal odamlar ona shabalab qolib men onda atqanda shu 10 qo'yapman, 20 qo'yapman. Baga gap mumkin emas deb madad etgansizlar. Biz degan shu qo'chqani 1000 koy solamiz, kelgan soliqingizmi 3000 koy pul yurish kerak. Hozir bozorda. Ondan keyin qo'chqani 1000 koy navbatasiz osh qo'ygansiz men bu ishim bilan mana 1000 koy olsangiz qo's yarmaga qolib qolsa sizga 5000 koy o'zingiz olamiz deb deganman Alijon. Buningda munda bir masala bor g'illa, tushunib qo'y. Bu 50 kishilik son shunami? Ha, 50 kishi. Sizlar 50 tal qo'ygan 1000 koydan 50 ming koy pulga saldan qo'chqani. Bunun arasından 10 tal qo'ysa 5000 koy arada tug'lanmadi deylar. Tug'lanmagan taqdirda masalan 10 tal qo'zni bozor bahasida masalan bo'lmaganda 3000 koy 4000 koy o'tida. Bu yerda sizlar oldindan navbatdan 1000 koy pul olib qo'ydinglar, qo'zi sizlarga 4000 koy 3000 5000 koy olsangiz ha. Buning arasından da 10 tal qo'yda azroq zentasimi? 40 tal qo'yniki pay chiqsa 40 tal qo'yniki 40 ming koy navbat. Ma Alijonga payda qoladi deb bunday hisoblab o'ylashtirgan ish bor. Anda pul taban va qo'y o'linatma dotan qo'y ekanmaysiz, sharti bor bunda o'ylashtirgan ish. Ashundan nurg'unlik qo'yni silab alda aqshan qo'y tug'ib oldi deyman. Bir oylik vaqt qoldi. Bir oylik vaqt qoldi. U lekin 50 tal san to'shab qoldi. Shu joqda o'g'ildik o'ylashtirgan. Endi hozir endi qanday o'ylashtirganlamda? Hozir hamda 2000 koydan sallamaga deb o'ylashdik. O'ylashtirgan ishim dalana. 2000 koydan salamas qo'yanglar. Kuyultib olanmagan, gay kuyulmagan, qo'chqoq tushmagan qo'ylarlab qolib qolsa akasanglar 2 tal doktorimiz muqim bormishada. Qo'yanglar davolab, kuyultib, qo'chqoqni silab bichoni chiqarib beramiz. Demak, mishada muqim kasbiy doktorning ikkisi bor. Kuyulmagan, tutilmagan qo'ylar akasi asli mishada baqab qo'chqoqni silab, ashu shipilli isbotlan ko'zgura. Isbotlan bilib bichoni chiqqandan keyin apkasingiz bo'ladi deb telefon qilasizlar shundami? Bo'ladi. Bunda biroqlam 1000 koydan 2000 koy olsa sanglama bo'lmaydi. Buningni ba'ziga chiqarib o'tadi, 20 ming koy bo'lsin. Qo'chqaning amaliyatini sizmi ko'rdingiz? 5000 koy, 6000 koy qo'yayotgan qo'chqaning nima chiqmaydimi va to'van to'maydi. Manda bunimi 50 kishi qilib banadash. 20 ming koy bo'lsin. Bu da hamda 5000 koy olmay qolib qolsanmi? Asha men degandek doktor mishad bo'lgan ekan. Asha salomatlik ahvoli, qo'choq salomat qandacha normal emas qo'llar qopasimi akapas biqib mishadi. Doktor bo'lgan ekan. Ashta qilib pipslar 20 ming koy bo'lsin. Bo'ladi Abdurashjon, siz dedingiz mayli 20 ming koy. Buni men hozir hamda biz baymat deyishlik qilmadik qo'shna. Sizlar hozir hamda 2000 koydan dabtanlar adab izopinda tatqash bir deydib shungiz gapini bo'layotdim. 20 ming koydan yana 50 kishilik maqtim manda usulda bir o'ylashtirish qilib beraman. Qo'chqaning naslini tushundib yapadash, o'rnoldan buni bilan deb tamam. Qo'chqan nasli Mehmet İzxonning qo'chqarning navrisi, ya'ni Qambarjon 4 million qilib 7 million sotmagan qo'chqaning balasi. Telefon numaram Telefon numaram 152 0906 48 68. O'rnim Yakan Universitetning 5-kantida. İsmimlar Alijon. İsmim Nur Alijon. Aloqalashib, maqtimni o'ylashtirgan ishdan qolib qolsam bo'ldi.